Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida yashovchi Farruxjon Abdullayev bo'laman. Meni ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook platformasida turli xil bo'xton so'zlar bilan sha'nim, qadr-qimmatimni to'kish bilan urinayotgan meni suratlarimni qo'yib, ishchanlik obro'yimga tegib, hattoki o'zimni jonimni qasd qilishgacha olib boruvchi so'zlar bilan tahdid qilayotganligi bo'yicha Farg'ona shahar ichki ishlar bo'linmasiga murojaat qilsam-da, nimagadir meni murojaatlarim qonun doirasida o'rganib chiqishda Farg'ona shahar ikkinchi sonlik ichki ishlar bo'limi ayrim bir xodimlari tomonidan sudkashlikka yo'l qo'yilyapti. Buni sababi nimadaligiga men to'g'risi tushunmay qolyapman. Aynan o'zimning fikrlarim bu aynan mana shu Farg'ona shahar ikkinchi sonlik ayrim bir xodimlarini o'zlarini xatti-harakatimi bu degan fikrga ham borib qolyapman. Shu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ushbu holatni nazoratga olib berishingizni va qonun ustuvorligini ta'minlab berishingizni amaliy yordam so'rayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Viloyat ichki ishlar qo'ng'iroq qilyapsiz, eshitaman. Akajon, O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, Farg'ona shahrida yashayman. 102 ga bir murojaat qilganman, murojaat yana qayta murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida aynan 102 va shu ichki ishlar xodimlarini ayrim bir mana shu Farg'ona shahar ikkinchi sonli ayrim bir xodimlari meni murojaatlarimni ko'rib chiqishmayapti qonunan. Tushunarli. Familiyangiz nima? Abdullayev Farruh Furqatjon o'g'li. Furqatjon o'g'li. Aha. Ikkita arizam bor, ikkosi ham bir qonuniy chora ko'rilmayapti. Qonun ustuvorligi ta'minlanmayapti, aka. Tushunarli. Nechanchi yilsiz? 1991-3107. Yashash manzilingiz? Farg'ona shahar Yangi asr ko'chasi 335-xonadonda yashayman. 335. Qoldirgan, mashina nomeridan qoldirganmisiz? Ha, mashina nomeridan qoldirganman. Murojaatimning mazmuni shundan iborat bo'lganki, ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Facebook platformasida meni oilamni va o'zimning rasmlarimni qo'yib, qadrsizlantirib, turli xil bo'xton so'zlar bilan tarmoqlarda meni sha'nim, qadr-qimmatimni to'kiyapti. Bu bo'yicha ham ariza qoldirganman va o'sha yana ijtimoiy tarmoqlardagi holat YouTube platformasida bo'lyapti. Bu menga nisbatan tuhmatli so'zlarda ishlatilganligi, uni men asoslarini menda borligi, birortasi bog'lanib bir qonuniy chora ko'rib va Facebook deysiz? Ha, YouTube va Facebook ikkosi alohida-alohidagi murojaat qoldirgandim. Orada uning fotosuratlari esa, aha, fotosuratlarning tuhmatli so'zlari bilan, tuhmatli so'zlar bilan oilami meni qadrsizlantirib, tuhmat qilib shantaj qilyapti. Xo'p, siz fotosuratlaringizda tuhmatli so'zlar bilan Oilami sha'ni obro'sizlantirishga, aha, bo'yicha ariza qoldirganman. 15 kun, 10 kun bo'lyapti. Murojaatlaringizni ijobiy ko'rib chiqishib, qonun ustuvorligini ta'minlab berishda Farg'ona shahar ikkinchi sonlik ichki ishlar, ayrim bir ichki ishlar tomonidan sudkashlik bo'lyapti. Aha. Ularga qonuniy chora ko'rishlarini so'rayapsiz. So'ragandim. Qonuniy chora so'ragandim o'sha 10-15 kun oldin, lekin nimagadir o'rganib chiqishda qandaydir sudkashlik bo'lyapti. Chiqmaganmisiz aka siz? Nima deysiz? Boshqa nomerdan chiqmaganmisiz? 1991 nomerimdan chiqqanman. Ashingizni beraychi, chiqmayapti-da. 90li 562 562 1991. 91.
Facebook ijtimoiy tarmoqlari begona shaxslar. Bo'ldi, murojaatingiz chiqdi, hozir qo'shib qo'yaman buni ham. Bu bittasi, yana bittasi uchastkovoy o'zimizni uchastkovoyimiz, ya'ni o'sha Navbahor MF uchastkovoy Abdumutalibga chiqqan o'sha YouTube platformasidagi, ya'ni ikkinchi murojaatim. U bo'yicha asosli dalillarni taqdim etganman. O'sha kserokopiyalarda, o'sha YouTube'da menga nima qilgan shaxslarning familiya ismlari nima berganman, nimagadir o'sha muddati ham o'tib ketyapti, murojaatlar nimasidagi o'rganib chiqish muddatlari. Nimagadir men 2-3 marta telefon qilyapman, telefonini ko'tarishda yo bo'lmasam nima qilishmayapti-da, aka. Yaxshi, hozir bu bo'yicha yetkazamiz, nazoratga olib berishadi, xo'p. Xo'p, rahmat.